Assalomu alaykum. Avtomobil savdo uyining kuzatuvchilari. Bugun 11-mart parkovkamizda bor avtomashinalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi avtomashinamiz Onix 2023-yil LTZ varianti, bezlik avtomat, 60 mingta yurgan, benzinda. Narxi $12.300. Tracker 2023 Premier pozitsiyasi, propan 4 ta yumshoq ballonlar taqilgan, probeglari 33 mingta, narxi $16.000. Onix 2023-yil 5-pozitsiyasi, oq rangda 4 ta yumshoq ballon taqilgan, 23 mingta yurgan, benzinda. Narxi $13.000. Cobalt pachkalarimiz ikkita aytib o'tamiz. 25 Midnight variantlari 12.600 dan. Gentra 2023-yil bezlik avtomat, 20 ming kilometr yurgan, propan gazlari bilan. Rangi Dark Moon Blue. Narxi $12.200. Puli yengil Ravon $6.300 ga 2017-yil. Birinchi pozitsiya benzinda. Kraskalari toza, 2 quruq yurgan. Narxi $6.300. Malibu 2018-yil 2.4 motorligidan, atmosferli motor, propan gazlari bilan 4 ta yumshoq ballon taqilgan, kraskalari toza. Probegi 72 ming kilometr. Narxi $19.800. Ravon 2018 avtomat korobka, 97 ming kilometr yurgan. Metan gazlari bor, kraskalari toza. 4 ta yumshoq ballon taqilgan. Narxi $8.000 ga beramiz. Xo'sh, Gentramiz 2019-yil avtomat korobka, Mercedes rullar, bunga ancha narsa taqib qo'yilgan ekan. Metan gazlari bor, narxi $10.200. Gentrani qorasini, avtomatini qidirganlar uchun Gentra 2021-yil avtomat korobka, ABS lyuklari bor, probeglari 60 mingta, propan gazlari bilan, 4 ta yumshoq ballonlari bilan, bitta oldin krasda kraska bor. Narxi $11.500. Onix 2024-yil qora rangda 5-pozitsiyasi, probeglari 3000 kilometr, benzinda, 4 ta yumshoq ballon taqib qo'yilgan. Narxi $14.000 ga beramiz, mayli. Yana Oniximiz. Onix 2023-yil qora rangda mexanika 3-pozitsiyasi, probeglari 8000 kilometr, kraskalari toza, benzinda. Bu mashinamizni $11.200 ga beramiz. Onix 2023-yil mexanika 3-pozitsiyasi, metan gazlari bilan 17 ming kilometr yurgan. Buni narxi $11.500. Malibu 2013-yil avtomat korobka, lyuklik variantida, avtomat diskalari faqat 2 taqilgan, narxi $10.200. Xo'sh, Matiz'chamiz 2013-yil prostoy varianti bu, propan gazlari bilan, kraskalari toza, narxi $3.900 ga. Egalari qo'yib ketganlar buni.